Men bitta narsaga hayronman-da, videoni oxirigacha ko'rsalaring, nima haqida, kimlar haqida gap bo'layotganini bilib olasizlar, jigarlar. Keyin fikrlaring bo'lsa kommentarda yozib qoldiringlar. Mana bu TikTokka kirib olib, batil o'ynab, rasvo shartlarni qilib, harom xarish ishlarni qilib, biz butun dunyoni tubanlik ishlarini qilib, hatto shaytonlar qilmaydigan ishlarni qilib, hayvonlar qilmaydigan ishlarni qiladi-da. Keyin TikTokka chiqib olib, chiz haqida motivatsiya berib, motivatsiya gaplarni gapiradigan TikTokerlar, blogerlar bor-da. Men prosta ko'rib shokka tushaman shular. Yana erkaklik chestim unday, men erkakman, men unday qildim. Oy, senlar o'zingga yarashadigan gapni gapirgin. Qizalakcha gaplarni gapirgin, yarashsin. Ches haqida gapirmagin. Bunaqa rasvo shartlardan batil o'ynaydigan erkak zotini chesti bo'lmaydi. Gapim noto'g'ri bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Noto'g'ri gapiryapsan. Mana bu yangi chiqib kelayotgan TikTokerlar, blogerlarga, jigarlarimga bitta maslahatim. Ko'tarilmoqchimisiz, mashhur bo'lmoqchimisiz? Qotgan non yesangiz ham, qarningiz och bo'lsa ham, hech qachon chestingizni yo'qotadigan, chestingizni oyoq osti qiladigan ishni qilmang. Inshaalloh Xudodan so'rang, ko'tarilib ketasiz. Bitta narsa, yaxshi insonni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan insonda bandalariga ham sevdiradi, yaxshi ko'rsatadi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, addush hurmatdasizlar.